Faraz qiling, akkauntingiz blokka ketdi. Hech qanaqa qoidabuzarlik qilmagansiz va nima sababdan bloklanganligini ham bilmaysiz. Diqqat bilan mana shu videoni oxirigacha eshitsangiz, sababini aytaman. Ko'pchilik insonlar akkauntni ochgandan keyin rasm qo'yadi va o'ziga yoqqan bitta nickname qo'yadi. Va har zamonda rasmni almashtiradi, nickni almashtiradi, rasmni almashtiradi, nickni almashtiradi. Bu narsa TikTokda umuman ham yo'qmaydi. Hech qaysi saytga yo'qmaydi. Ya'ni neaktiv insonga aylanadi. Nima sababdan katta viruslar nickini, rasmini tezlikka almashtirmaydi? Sababi shunda jigarlarim. Har zamonda mana shunaqa qilib nickni, rasmni almashtiraversalaring, tirsatadi-da, neaktiv profil ekan deb TikTok akkauntlaringizni blokka uradi. Ana o'sha payti sirraz mani oldimga kelinglar, akkauntlaringni ochib beraman. Uning uchun jigarlarim videoga podpiska, like, kommentariy, repost bosib saqlab qo'yinglar videoni. Vaqti kelgan payt meni yordamim sizlarga kerak bo'ladi. Jonlaring sog' bo'lsin. Abdush hurmatdasizlar.